Voy bu odam ko'p ha? Assalomu alaykum Nodir aka. Endi qaytib olib oldimi? O'shanga odamlar hamma shu bugunga taqab chiqibdi-da. Sochi bukum olib qo'ya olmaydimi? Shogird Endi nima bo'ldi? Ye, saytiga keldingizmi? Ye, uchoq. Men aka, 3 oylik arendan. 3 oy senga yaqinlashing ha. Shartdan aka. Joningiz sog' bo'lsin. Aka bular hammasi bor-ku, klient-da, shogird emas. Keyinroq chiqing. Sartaroshlarning ishi zo'r bo'lib qolibdi-da. 3 oylik mashinasini arendasini bir kunda yo'q. Assalomu alaykum Nodir aka. Va alaykum assalom. Ha, qayerga ketyapsan? Sartaroshga chochim moldir oling. Ey, bu yerda kutsam bor, keyingi haytam oldir olmaysan. O'zim chiroyli qilib qo'yaymi? Siz sartaroshimsiz? Ha? Nisholda zot otuvdingiz o'tgan kuni. Eski kasbim o'zi sartaroshchilik meni. Yo'q, Ha? Men mashta oldiraman. Voy, o'ylab ko'r, uyda cho'tki qilib sharoit qilib qo'yganman. Keling, xush to'lib bo'g'ir solib beradi. Bo'pti. Yur. O'g'lon, sen yur. Oyingga aytgan, meni mashinkalarimni tez tayyorlab tursin. Xo'p bo'ladi. Qani? Mashta olan Ha, shu yerda o'tir. O'tirmaysan? Voy, olman meni. bosh yuvormaymizmi? Ha, yuboramiz. O'g'lim tayyormi? Tayyor, olib boraymi? O'tir, ha. Anqayma. O'tir. Oy, odamim ko'p, o'tirsin-chi. Ota. Aka nima qilib qo'ydingiz? Yo'q, hech nima qilmadi. O'tiring. O'g'lim, ana yangi suvdan olib chiqqan bor. Hozir yangi suv chiqibdi. O'shani mazasini ko'rib beradi. Voy, cho'tga olib qo'yaman mana. Qara mametlarim, kartofkalar cho'tga chiqyapti. Mana uka Nikoni qo'liga chiqdi. Yangi tam. Qara. Bilaman buni ichaman aka. Qo'chib olingsiz. Bo'ldi. Ammo burtir. Bilan qoldi. Odiljon, qaror bolam. Bo'ldi. Do'konga chiqasan, amaqingga aytasan. 1 kilo bering degan. Bor. Ana, ukam bo'ldi, endi soqqani seni. Sochim orqasini ko'rsing. O'zi oynan bitta uyga borib ko'rasan. U kim bo'lsa aytgin, soch olishga. Ata, bu ishimiz bo'lmaydi. Ertaga dabdalarimiz chiqib ketadi. To'g'ri aytasan, bolam. Borib, o'yinchoqlaringni yig'ishtirgin, ukanikini ham yig'ishtirgin. Nega? Ertaga qaytdi, masjid oldida sotamiz. Zaminaning nomlari Oqmo'la Alijon Ali, qo'llari gul ishlari, o'zlari dili jon